Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migratsiya sohasida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Chet elga pul o'tkazmalarini amalga oshirish uchun cheklovlar uzaytirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada apreldan boshlab muhojirlarga tegishli bo'lgan qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Xorijda olingan haydovchilik guvohnomalari Rossiyada yaroqsiz bo'lib qoladi. Aprelgacha chet elda berilgan haydovchilik guvohnomalari Rossiyanikiga almashtirilishi kerak. Mazkur tartib Rossiyadan boshqa davlatlarda haydovchilik guvohnomalarini olib, Rossiyadan mashina boshqarayotgan fuqaroligi yo'q shaxslar 2024-yil 1-aprelgacha Rossiya fuqaroligi, doimiy yashash ruxsatnomasi, venjani olganlar fuqarolikni olib, Rossiyaga 2024-yil 1-aprelgacha kirib kelganlarga tegishli. Belarusda olingan haydovchilik guvohnomalari bundan mustasno hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Rossiya Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 12-7-moddasiga ko'ra, amaldagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan haydovchilar transport vositasini boshqargani uchun 5000 rubldan 15000 rublgacha bo'lgan jarima bilan javobgarlikka tortiladi. Mehnat migrantlarining bolalari Rossiya maktablariga kirish uchun rus tilidan imtihon topshirishlari kerak. 2025-yil 1-apreldan boshlab muhojirlarning bolalari Rossiyada maktabga kirish uchun avval Rossiya hududida qonuniy yurganliklari haqida hujjat taqdim etishlari kerak bo'ladi. Shundan so'ng hujjatlar qabul qilingach, rus tilidan imtihon topshirishlari talab qilinadi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tish uchun kamida 3 ball yig'ish kerak. Imtihon test shaklda 80 daqiqa davomida olib boriladi. Imtihon savollarining murakkabligi sinflarga qarab beriladi. Masalan, 1-sinf o'quvchilari rus tilida eshitish va gapirish ko'nikmalarini, shuningdek, leksika va grammatikani bilishlarini ko'rsatishlari kerak. 2-sinf o'quvchilari esa o'qish va yozish ko'nikmalarini namoyish etishlari lozim. Abonentlar uchun sim kartalar soni cheklanadi. 1-apreldan boshlab Rossiya fuqarolari umumiy holda 20 tagacha sim karta olishlari mumkin xolos. Muhojirlar 10 tagacha sim karta olishi mumkin. Nechta raqam mavjudligini davlat xizmatlari portali Gosuslugada tekshirish mumkin bo'ladi. Zarur bo'lganda Gosuslugada keraksiz sim kartalarning xizmatini to'xtatish mumkin. Apreldan boshlab aloqa operatorlari abonent va kooperativ foydalanuvchilar to'g'risidagi ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirishlari shart bo'ladi. Chet elga pul o'tkazmalarini amalga oshirish uchun cheklovlar uzaytiriladi. Rossiyaliklar va do'stona mamlakatlardan kelgan muhojirlar xorijga bir oyda 10,000 AQSh dollarigacha yoki shu raqamga teng pullarni o'tkazish mumkinligi haqida cheklov 2025-yil 30 sentyabrgacha uzaytirildi.